Hurmatli ota-onalar va o'quvchilar, Deutsche School doim aytaman, imkoniyatlar maktabi bo'lish kerak deb, bu orzular maktabi bo'lish kerak deb biz maqsad qilganmiz. Birinchi qadamni O'zbekistonda tashladik va keyingi qadamlarni Germaniyada va nasib qilsa biz asosiy yana maqsad qilyapmiz Kanadada ta'limimizni davom ettirish uchun bor imkoniyatlarimizni, resurslarimizni ishga solyapmiz. Bu nima degani? Biz kelajakda, yaqin kelajakda nasib qilsa biz maqsad qildik, sizlar duo qilib tursalaring, biz ta'limimizni bir qismini Germaniyaga, bir qismini Kanadaga ochish rejalashtirganmiz. Ya'ni biz xususiy maktabimizni kelajakda Germaniyada 13 yillik ta'lim, Kanadada 12 yillik ta'lim qilib, xususiy maktablarimizni tarmog'ini tashkil qilishni maqsad qilganmiz. Demak, Deutsche School sizga va'da berganimdek imkoniyatlar maktabi bo'lib qoladi. Biz Yevropaga yoki rivojlangan davlatga farzandimiz oliy ta'limga borishda asosiy muammolarga uchraydi. Bu muammolardan biri 11 yillik ta'lim, 12 yillik ta'lim tafovutlariga duch keladi. Bu tafovutlarni Deutsche School sizni farzandingiz uchun yechib beradi va bu masalada farzandingiz bilan yelkama-yelka turadi va kelajakda farzandingiz, demak, 12 yillik ta'limli attestatni Germaniyani o'zida olib va Kanadada 12 yillik ta'lim attestatini olib, ushbu davlatlarda oliy ta'lim muassasalarida o'qish imkoniyatlarini qo'lga kiritadi. Marhamat, Deutsche School demak siz bilan birga imkoniyatlar maktabiga aylantiramiz.